Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Navbatda Belarus 82.1 texnikamiz sotuvga chiqqan. Buni birinchi o'rinda manzilini aytib o'tamiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida, Jamashu shaharchasida bu texnikamiz ishga tayyor holatda turibdi. Yiliga keladigan bo'lsak, yillari 2013-yil, dokumentlarda umuman yo'q, sariq nomerda turibdilar. Buni narxini eshitishdan oldin do'stlar, obuna bo'lib, bir donaga like bosib qo'ying, narxini eshitib, esdan chiqib qolmasin. Narxlarni egalari bilan qiyishib, tortishib 130 million so'mga kelishtirib qo'ydik. Yana oz-moz o'tib berishadi. Agar bizning nomimizdan, Ahror.uz nomidan chiqsalaring, aloqaga ekran pastiga egasi nomerlarini yozib qo'yamiz do'stlar. 82 legenda degan traktorchilarga videoni jo'natib qo'yishim esdan chiqmasin do'stlar. Xo'sh, bu texnikamiz toza dehqon texnikasi, kelib, tortishib, qiyishib, baraka qilib olib ketaverasizlar, chiroyli qilib yo'lida berishadi. Ollar ishlaydi, buruslarda umuman yorug'i yo'q, ramalar butundan zatnomos karobkalar, vaqsh ovoz yo'q, zo'rdan sizlarga topib qo'ydim do'stlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Texnikamizni sizlarga bir chekkadan tanishtirib o'taman do'stlar, bo'lmasam ketdiga. Xo'sh, oldi. Dishilar. Buruslar. Texnikani egasiga pul zarur bo'lib qolib, srochni sotyapti ekan, tez aloqaga chiqaverasizlar. Kelishtirilgan narxlarda berib yuborishadi do'stlar. Mana. Inchiq salon holatlarini ham ko'rsatamiz. 15,5 millionda birovlarning holatlari ko'ryapsizlar. O'zlaring baho beraverasizlar. Nomerlari sariq nomerda. Orqa ko'rinish holati. Texnikamiz mana shu holatda mana do'stlar. Tormozlariga umuman muammo yo'q ekan va shu cho'tki holatda tormozlari ham ishlab turibdi. Yerlarni ham chizib tashlashdi, rosa minib ko'rdik o'zimiz ham. Mana shu holat. Qaytarib o'taman, yillar 2013, dokumentlardan muammo yo'q. Dehqonni qo'lda turgan texnika. Kelib, barakani qilib olib ketaverasizlar. Ya bismillah. Bir kalit gazovat bo'lar ekan do'stlar. Shu holatlar. Orqa qishloq xo'jaliklari ham ishlaydi. Biz texnikamizni olib borib ishlataman degan akalarimizga cho'tki holatdagi texnikamiz. Salom qismlar. Shunaqa texnika qidirib yurgan, texnikaga qiziqqan akalarimizga bu videoni jo'natib qo'yishim esdan chiqmasin. Texnikamizni bitta yurgizib sizlarga ovozini ham eshittirib qo'yamiz. Yurgizing aka. Oldi orqa qilaylik. Orqa tomondan ovozlarni ham eshitib qo'yamiz. Qo'shilavering.